Faxr bilan ta'kidlash o'rinli, xalqimizning yuksak ma'naviy qadriyatlaridan biri sifatida azal-azaldan shakllanib kelayotgan, bugun esa yangicha mohiyat kasb etayotgan insoniylik gultoji sanalmish milliy bag'rikenglik yangi sifat bosqichiga ko'tarilmoqda. Zero o'zbek nomi va ma'naviyati aynan shu azaliy qadriyatga hamisha sadoqati bilan boshqalar orasida katta hurmat va e'tibor topib kelyapti desak, mubolag'a emas. Farg'ona viloyati Farg'ona tumanining 73 ta mahallasining 25 tasi Qirg'iziston Respublikasi bilan chegaradosh. Chegara hududlar uzunligi esa 150 kilometrni tashkil etadi. Bu yerda o'zbek, qirg'iz, tojik millatiga mansub kishilar azaldan bir-birlari bilan og'a-ini bo'lib, bugun ham hamjihatlikda hayot kechirishadi. Mahallamiz asosan Qirg'iziston Respublikasidan chegaradosh. Fuqarolarimizda 50% oshib tojik millatiga mansub, qirg'iz millatiga mansub qo'shnichilikni yo'lga qo'yib, qudanda bo'lib ketganmiz. Bu hammasi albatta tinchligimizning samarasi bu. Tojikiston xalqi bilan ham chegaralarni belgilab keldi-ketdi, qudandachilik to'xtab qoladi. Mana muhtaram yurtboshimizning tashabbusi bilan mana chegaralarimiz ochilib, ordi-bordi keldi, qarindosh urug'chiligimiz yanada avj olib ketyapti. 3000 ga yaqin aholimiz bor. Ko'p millatli, qirg'iz, tatar, tojik, o'zbek millati bo'lib, asosan bizni diraverimiz dehqonchilik, qishloq xo'jaligi bilan mas'ulmiz. Albatta mana chegaralarimizning ochilishi, bordi-keldilarning ko'payishi biz mahalla raislariga ham mas'uliyat va ham shukrona tuyg'usini uyg'otadi. Albatta bu siyosiy qaror tarixiy va insoniy adolatni tiklaydi. Bizni taqdirimizga befarq bo'lmagani uchun Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston prezidentlariga rahmat. Barcha O'zbekistonda yashayotgan tojiklar nomidan rahmat deyman. Farg'ona tumanining Xo'ja Ahmad Vali mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Chinordagi istirohat bog'ida qo'shnichilik 1000 yilchilik deb nomlangan ma'naviy ma'rifiy tadbir katta xalq sayliga aylanib ketdi. Tadbirda so'z olganlar mamlakatimizda millatlar aro totuvlik, diniy bag'rikenglik masalalari hayotimizning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangani, chegaradosh hududda istiqomat qilayotgan barcha millat vakillarini O'zbekiston yagona vatan degan ezgu g'oya birlashtirishini ta'kidladilar. Xudanda qo'ni-qo'shni bo'lib ketgan xalqlar ning hamjihatligi muhim ahamiyat kasb etadi deyildi tadbir davomida. Mahallamizda o'zbeklar, qirg'izlar, tojiklar, ruslar hammamiz ahil-inoq yashab kelamiz. Bir-birimizni milliy qadriyatlarimizni hurmat qilib, hattoki bizga bir-birimizni milliy qadriyatlarimiz yod bo'lib ketgan. Hududimiz Qirg'iziston Respublikasi bilan 3,5 kilometr chegaradosh. Biz bu chegarada bir-birimiz bilan devor darmiyon qo'shnimiz, xudo andamiz. Mana bugungi do'stlik bayramida ham hammamiz o'zimizni milliy qadriyatlarimizni, milliy urf-odatlarimizni namoyon etib kelyapmiz. Mana shunday chiroyli kunlarda bundan bir necha yillar ilgari bo'lib o'tgan kunlarimizni ko'rib, ko'zimga beixtiyor yosham keladi. Men o'zim ham Qirg'iziston Respublikasidan kelin bo'lib tushganman. Bir paytlarda menda pasportlar bo'lmadi. Hatto ota-onamni, yaqinlarimni 7-8 oylab ko'rmagan, to'y marosimlarida, sovuq issiq marosimlarda qatnashmagan kunlarim bo'ldi. Yo'q, Xudoga shukr, mana 2017-yildan buyon muhtaram prezidentimizni olib borgan odilona siyosatlari bilan hamma niyatlarimiz amalga oshyapti. Chegaralardan bemalol borib kelamiz. Xursand bo'lgan holda muhtaram prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Yuragimdagi barcha og'riqlar unut bo'ldi. Meni qalbimda ham bayram bo'ldi. Do'stligimiz bardavom bo'lsin. Sayil mobaynida o'zbek, tojik, qirg'iz millati vakillari ko'rgazmalar orqali o'z an'analari, milliy taomlari hamda urf-odatlarini namoyon etdilar. Masalan, o'zbek ayoli alla aytsa, qirg'iz suluvi qo'bizini chalib, tojik qizlarini o'ynatdi. Qoshlarga o'smalar tortildi, milliy liboslar ko'zlarni quvnatdi. Rasm chizayotgan qizlar bahor, xalqlar do'stligini aks ettirishga harakat qildilar. Sportchilar chiqishlari e'tiborni tortdi. Chalpaklar pishirilib elga tortiq qilindi. Halimlar bahorning tansiq taomi sifatida tadbir ishtirokchilariga manzur bo'ldi. Mahoratli oshpazlarning palovlariga esa sayilga kelganlar yuqori baho berdilar. 1983-yili shu O'zbekistonga kelin bo'lib tushganman. Mening yashagan yerim respublikaning eng bir chekka hududidagi Yapag'i qishlog'i. Biz chegara hududda yashaymiz. Biz o'sha maktabdagi 46-maktabda 1984-yildan boshlab emgaklanib kelganman. Bizning kollektivda internasionalida men ishlagan
мектептің мұғалімдерді өзбектер, қырғыздар, тәжіктер бір жақадан баш шығарып, тынымсыз іштеп, балдарға тәлім тәрбия беріп келген. Біздің балдарымыз шекара худудта болса, мектепке президентimiz tomonidan sharoitlarni jaratib, baldarimiz jo'g'org'i dengelde olimpiyalarda birinchi o'rinlarni olib, jo'g'org'i o'quv joylariga joylanishgan. Bugungi kunda ala turgan bo'lsak, obodonlashtirishga to'g'ri kelib, oilamizda har bir uyimizga krantlarni tushirgan. Elektr energiyasi bordi, yo'llarimiz asfaltlashtirdi. Har oyda gazlar borib turadi. Nafaqamizni o'z oyda olib, uyimizgacha yetkirib turganiga biz ayabay cho'ng rozimiz. Shu ishlarni bordig'ini prezidentimiz bizga cho'ng sharoitni jaratib bergani uchun shu yerda turgan insonlarni atadan prezidentimizga cho'ng rozchiligimizni bildiramiz. Oilamizdagi elderimiz ham jomon emas, bardig'i bir jaqadan bosh chiqarib, intimoq bo'lib, o'sha qanday respublikamizdan chiqqan qarorlar bor, bu buyruqlar bor, o'z o'rnida bajarib, tinimsiz o'sha faoliyat ko'rsatib kelyapmiz. Bugungi kunda biz mana shu xalqim menen, shu stolda turgan mana o'zbek, qirg'iz, tojik elderim menen men rozchilik bildiramanki, prezidentimizning ishiga iyilik bo'lsin. Bundan keyingi ishlarga rivoj bo'lsin. Nimaga men bunday rozchilik bildiraman? Bir mezgilda biz 10 yil, 15 yil o'zim Qirg'izistondan kelganman. Ota eneme boralmay qolganmiz. Yo'llarimiz javlib qolgan, iylagan kunlarimiz rosa ko'p bo'ldi. O'likka tirikka boralmadik. Mana prezidentimizning sayil harakati menen yo'llarimiz ochilib, bugungi kunda nitolka shu yo'lda mashinada borib, mashinada kelamiz. Eshigimizga Qirg'izistonlik tug'anlarimiz ham kelib, hozir ahvol xabar olib, juda jashovimizdan biz cho'ng rozimiz. Aytib maqtansam ham bo'ladi, oilamizda eng jo'g'org'i pensiyani men olamda. O'shaning uchun men prezidentimga ozgina mehnatime shuncha pensiya jaratib berganligi uchun da'vat cho'ng rozchiligimni bildiraman. O'zbekiston, Qirg'iziston Respublikasi mana hozir kelishim tuzib, sammitlarda qatnashib o'tishadi. Bir-biri bilan yaxshi tuzishdi. Dunyo turg'icha tursin, sog'-salomat bo'lsin, ko'p yashasin, ikki dunyo baxtliligini Allohdan tilab qolaman. Men o'zim qirg'iz qiziman. O'zbek tilini yaxshi bilaman. O'zbek o'qitog'larim bor, tojik o'qitog'larim bor. O'zbek tilini yaxshi bilganim uchun shu bitta she'r aytib bermoqchiman. Do'st bilan obod uying bo'lsa u vayrona ham. Do'st qadam qo'ymas erkan, vayronadir koshona ham. Mana hozir mana o'rtoqlarim bilan bayramlarni o'tkazib yuribmiz. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Qo'shnichilik mingilchilik, qudratimiz do'stlik va hamjihatlikda. Bu g'oyalar tom ma'noda har bir millat vakilining qadriyatlariga sayqal berishi, an'ana va urf-odatlarni davom ettirishi, salohiyat va iste'dodlarni ro'yobga chiqarish uchun zamin yaratadi. Katta shodiyonada vatan, ona, yurt haqida qo'shiqlar jarang sochdi. Do'stlik, tinchlik ulug'landi, hamjihatlik qadrlandi. O'zbekcha, tojikcha, qirg'izcha taronalar, raqslar ijro etildi. El suygan hofizlardan tortib, yoshgacha o'z mahoratlarini barchaga namoyish qildilar. E'tiborli tomoni Vodillik urush qatnashchisi 100 yoshdan oshgan Orifjon ota Mo'minov ham tadbirda ishtirok etdi. Turli millat vakillari bilan raqsga tushdi. Ha, bu sayil qardosh xalqlar o'rtasida do'stlik rishtalarini yanada mustahkamladi. Qirg'iziston Respublikasi bilan chegara hududimizda ankla hududimiz bor. Bu hududimizda shu prezidentimiz tarafdan yaratib berayotgan sharoitlardan foydalangan holda yoshlarimiz bilan muntazam birgalikda ishlab kelyapmiz. Ularning bandligini ta'minlagani, dehqon xo'jalik faoliyatini yurg'izish istagini bildirgan yoshlarimizga yer maydonlari ajratib berdik. Sportga qiziqqan yoshlarimizni 5 tashabbus olimpiadalariga jalb qilyapmiz. Ilm, fanga qiziqqan yoshlarimiz uchun Zakovat yoshlar agentligining ibrat loyihasi, mutolaa loyihalari bo'yicha bular bilan birgalikda ishlab kelmoqdamiz. Muhtaram prezidentimizni bizga yaratib bergan imkoniyatlardan foydalanib, qo'shni respublikalarimiz bilan birgalikda yangi loyihalarni amalga oshirishni reja qilganmiz. Bu bilan birgalikda biz yoshlarning o'rtasida ham do'stlikni yo'lga qo'yib, sport tadbirlari, zakovat tadbirlarini yangi loyihalarda amalga oshirmoqchimiz. Bu yurtda hamma millatlarga imkoniyatlar yaratilgan. Bunday imkoniyatlar yaratib bergan prezidentimizga rahmat aytamiz. Bunday yurtni farzandi ekanligimdan men faxrlanaman.
Prezidentimiz bizga bunday imkoniyatlarni yaratib bizga ishonyapti. Biz bu ishonchini oqlash uchun do'stlik o'rnatishga biz va'da beramiz. O'zbekiston betakror vatan. Shu vatanda tug'ilib o'sgan har bir millat farzandi uning bahosini yaxshi biladi. Turli millat va elat vakillari faoliyatini qo'llab-quvvatlash ko'p millatli yagona oila tuyg'usini shakllantirishi bilan ahamiyatlidir. Bugun Farg'ona viloyatida barcha millat vakillarining tillarida yagona ezgu so'z, shu aziz vatanga hurmat va ehtirom tuyg'ulari yangramoqda. Xalqimizda birlashgan daryo bo'lar, birlashmagan irmoq degan maqol bor. Maqolning hikmatiga amal qilib yashayotgan millatlarning do'stligi esa bardavom va go'zaldir.